Assalomu alaykum hammaga. Salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Navbatdagi navezimiz. Lazerli tepalarini o'zini uy egalarining xohishiga quloq solib, tunka fonda o'zini profnasilni o'zini panelsiz qo'ydik. Leksan ham qo'ymadik. Ustunlari, stoykalari oldinlari lazerli bo'lgan, orqalari oddiy bo'lgan. Uchtasidan tepalari ham ko'ngilli gullardan foydalanib ajoyib bo'ldi, xudo xohlasa. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqsalaring, xudo xohlasa kelishilgan narxlarga chiroyli ustanka qilamiz. Razmerlari devordan ko'cha tarafga chiqishi 270 bo'lgan, eni 10.80 11 metr bo'lgan razmerimiz.